Bismillah. O'rtoqlar, ko'pchilik shirinlik menga yoqmaydi, chunki shirini juda ham ko'p bo'ladi. Aynan men xohlagan shirinlikda bu. Chunki shirini juda ham ko'p emas. Mevalari bor, me'yorida, tobida hamma narsa. To'g'risini aytaman, buni bitta olib yeb ko'rsanglar bo'ldi. Buni olish oson. Mana shu buni profilimiz bor. Dildoras Cooking degan profil bor. O'sha sinimizga zakaz berasizlar. Narxlari ham juda arzon. Yandexdan yoki o'zining dastavkadan chiqarib olishadi. Bitta olib mazasiga baho berasizlar. Menga yoqdi lekin. Sizlarga ham tavsiya qilaman.